Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va YouTube ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga Xudo xolasa Gazoblok biznesimiz eng minilashgan varianti, ya'niki 6 talik devorli qoliplarimizdan bugun Samarqand viloyat aka qayerda edi? Paxtash tumani Xudo xolasa Orifjon akamizga o'rnatib beryapmiz. Nasib bo'lsa qoliplarimizni ispitaniyaga quyib o'rgatishga kelganmiz Xudo xolasa. Endi dastavka, uстановка xizmati deganda shunaqa narsalar tushuniladi. Dastavka xizmati bo'ladigan bo'lsa, o'zini berib yuboriladi. Akalarimiz o'zlari qabul qilib olaveradigan bo'ladi. Uстановка xizmati deganda shunaqangi bitta qolipni olib kelib qo'yib, tushuncha berib qo'yishlardan o'sha uстановка hisobi bo'ladi, xudo xolasa. Qoliplarimiz qulayligi xo'p, devorli bo'ladi. Bunga reska kerak emas. G'ishimiz qatib qoladi, boshqa degan narsa bo'lmaydi. Quyib qo'yib, xotirjam ishingizni qilib yursangiz bo'laveradi. Endi 12 talik qoliplarimizda ob'yom ko'proq bo'ladi bunga nisbatan. Lekin unda 4 soat, 3 soat, 4 soat ichida kesmasangiz qatib qolish hisobi ko'p bo'ladi va 12 ta g'ishimiz bir akka aylanib qolishi mumkin. Lekin katta ob'yom qilaman deganlarga 12 talik g'ish qoliplarimiz tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Lekin bu qoliplarimiz ham o'zini egalariga ancha xil xizmat qiladigan va qulaylik tomonlari ko'proq bo'ladi. Bunga avtomat reska ham kerak emas, ruchnoy reska ham kerak emas. Qo'yingki, umuman shablonli narsalar ham kerak emas bo'ladi. Bu hozir 20, 30, 60 razmerdagi g'isht chiqaz beradi bunda. Endi bunda savol tug'ilishi mumkin. 12 lik перегородка chiqaraman deganlarga xuddi mana shu listlarimizdan ichida ko'proq bo'ladi. Xohlaganga 12, xohlaganga 10 lik перегородка chiqadigan razmerlarda yasab berilaveradi. Faqatgina 20, 30, 60 dagi razmerlardan emas, xudo xolasa. Komplektimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mishalkamiz asosan 220 ga, 380 ga ishlaydigan mishalkalarimizdan bo'ladi. Mana bunaqangi qoliplarimizdan 3 dona bo'ladi komplektimizda. Mana bunaqangi 2 talik bochkamiz bilan shablonli bochkamiz tenlari bilan birga bo'ladi va nasoslari korobka holatda bo'ladi. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Hozir uстановка jarayoni ketyapti. Quyilgan jarayonlarni xudo xolasa videoga olib, video davomini qo'yishga harakatini qilamiz. Yana bir bor assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga videomizning davomi, ya'niki hop, Samarqand viloyati Paxtachi tumaniga xudo xolasa olib kelingan uстановkalarimiz, Gazoblok uстановkalarimiz, Orifjon akamizga kelgan uстановkalarimiz ispitaniyaga mana bitta qolipimizni quyib ko'rsatildik, xudo xolasa. Qoliplarimiz chiqishlari o'ta tekis darajada ishib chiqdi, xudo xolasa. Gazobloklarimiz bu yerda mana Portland sementidan ishlatyapti. Agarda buni Gazoblokni bilganlar bilan xudo xolasa sement tanlaydigan odat bor. Portlanddan xudo xolasa yaxshi chiqdi sementimiz. Ishib chiqishlari hamma yo'qlari joy-joyida bo'ldi. Endi g'ishimiz oxirigacha chiqish mahsulotlarini ko'ramiz. Agarda zo'r chiqadigan bo'lsa, Portland sementlarini ham xudo xolasa sizlarga tavsiya qilamiz. Yana bir bor tushuntirib o'tamiz. Qoliplarimizni qulayliklarni, 6 talik qolip qulayliklarni tushuntirib o'tamiz. O'rtasida listlar bo'ladi. Ya'niki shablonli, arra-parra kerak emas. Avtomat arra ham kerak emas bu narsaga. O'zini xuddi shunaqa holatda o'rnatiladi, quyiladi, o'rtasiga listlarni tashlanadi. Xolasa to'yi bo'lsa, bemalol to'yiga borib kelsa ham bo'laveradi. Bemalol ishlarni bitirib kelib, ustini kesib, atrofini olsa bo'laveradigan holatda bo'ladi. 12 talik qolipimiz ham ob'yom chiqarishga o'ta katta ahamiyati bor. 12 talik, 24 talik qoliplarimizni ob'yom chiqarishga asosan ishlatiladi. Kattaroq ob'yom chiqaraman deganlar. Endi akamiz hozir asosan uy qurmoqchi ekan, o'ziga uchastka, shuning uchun 6 talik mana obishni qoliplarimizdan oldi. Buni qulayligi aytib o'tganimizdek, shablon kerak emas, avtomat reska kerak emas. Bunga faqatgina tekis joyga o'rnatib, quyib listlarni solib qo'ysa bo'ldi. O'zi kesilgan tayyor holatda chiqadi. G'ishtlarimizni diagonallari ham xudo xolasa konkretni chiqadi. Nimagaki listlarimiz rossiyskiy magnitogorskiy listlardan qilinadi. Valna bermaydi, xudo xolasa. G'ishtlarimiz ham qorni yoqqa chiqish holati bo'lmaydi. Tekis holatda chiqadi.